1940-yilda quyidagi mazmunda telefon suhbati bo'lib o'tdi. Allo, men barcha elektronlarning zaryadi va massasi nega bir xil ekanligini bilaman. Nega? Chunki ularning barchasi aslida bir xil elektron bo'lib, vaqt makonning turli nuqtalarida navbatma-navbat paydo bo'ladi. Unda pozitronlar elektronlarning antizarralari. O'sha elektronning kelajakdan o'tmishga qarab harakatlanishi bo'ladimi? Ikkita jinnining suhbati dersiz va bu to'g'ri fikr bo'lar edi, agar ulardan biri nazariy fizik John Archibald Wheeler bo'lmaganida. Fizikaga qora tuynuk va chervatochina, ya'ni qurt tuynigi degan tushunchalarni kiritgan olim. Ikkinchisi esa uning shogirdi, buyuk Richard Feynman, atom bombani yaratishda o'z hissasini kiritgan va mening sevimli fiziklarimdan biri. Yuzlab, yo'q, minglab kitoblar, filmlar, o'yinlar va barchasi bir narsa haqida. Vaqt bo'ylab sayohat. Ularning aksariyatini yoqtirmayman. Sababi juda ko'p. Agar qiziq bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiraman. Hozir esa hamma eshitgan, balkim eshitmagan ibora haqida gaplashamiz. Mavjud fizika qonunlari vaqt bo'ylab sayohatni taqiqlamaydi. Rostdan ham taqiq yo'q. Lekin bu gap hech qanday ma'noni anglatmaydi. Masalan, Newtongacha bo'lgan fizika qonunlari odamlarning uchishini ham rad etmagan. Vaqtni manipulyatsiya qilish muammo emas, agar gap kelajak haqida ketayotgan bo'lsa. Oddiy misol, tezlashganimiz sari vaqt sekinlashib boradi. Millionlab marotaba tasdiqlangan fakt. Lekin kelajakka sayohatni uxlab ham qilaveramiz. O'tmishgacha qayta olamizmi? Einstein nazariyasi ko'plab effektlarni bashorat qilgan va ular amalda tasdiqlangan. Lekin eng lol qoldiradigan nimaligini bilasizmi? 1950-yillarning oxirida olimlar galaktik miqyosda juda kichkina, taxminan yulduz hajmida obyekt aniqlashadi. Kichikligiga qaramay, u nafaqat barcha yulduzlardan yorug'roq edi, balki joylashgan galaktikadagi yulduzlarning yorug'lik yig'indisidan ham ko'proq edi. U obyektni kvazar deb atashdi. Ingliz tilidan sodda qilib aytganda, yulduzga o'xshagan radio manbai degani. Olimlar o'ylanib qolishdi. Chunki kvazarlarni fundamental fizika qonunlariga to'g'ri kelish uchun yangi fizika yaratishga to'g'ri keladi. Aytgancha, fizik teoretiklar quruvchilarga o'xshaydi. Yangi tushunarsiz narsa paydo bo'lganda, avval mavjud nazariyaga moslashtirishga urinishadi. Xuddi binoni yiqilmasligi uchun yamayotgandek. Ba'zan topilgan narsa shunchalik binoni zaiflashtiradiki, uning uchun boshqa fundament yaratishga to'g'ri keladi. Misol uchun kvant fizika. Yillar o'tgach, kvazarlar aslida umumiy nisbiylik nazariyasiga juda ham mos kelishi aniqlandi. Chunki kvazar bu aslida o'ta massiv qora tuynuk bo'lib, u atrofidagi bor moddalarni juda katta tezlikda aylantirib, uni dahshatli darajada qizdirgani sababli kuchli nurlanishga sabab bo'ladi. Agar sizda nimaga buncha Einsteinning nisbiylik nazariyasi haqida fiziklar buncha ko'p gapirishadi degan savol uyg'ongan bo'lsa, bilingki Einsteinning 1915-yilda taklif qilgan nazariyasi yarim asrdan keyin ham topilgan hodisalarni tasvirlashga qodir. Qizig'i shundaki, Albert Einstein o'zini nazariyasiga ishonmagan. Ya'ni ona tabiat bunaqa obyektlar paydo bo'lishiga yo'l qo'ymaydi deb o'ylagan. Aytgancha, 2009-yilda olimlar Quyoshdan 600 trillion marta yorug'roq kvazarni aniqlashdi. Qora tuynuklar shu qadar dahshatliki, ularning naqadar dahshatli ekanligini hatto tasavvur qilish uchun tasavvur yetishmaydi. Einsteinda oddiy insonga qaraganda tasavvuri ancha boyroq edi. Shuning uchun nega ishonmaganligini tushunish mumkin. 600 trillion barobar yorug'roq. Hayolingizga 200 barobar yorug'roq narsani tasavvur qiling. Gapirish oson. Bugungi kunda qora tuynukka o'xshash obyektlar bilan hech kimni lol qoldira olmaysiz. Va biz Einsteinni misolida ko'rganimizdek, haqiqiy fan shunday narsaki, seni shaxsiy xohishlaring unga butunlay qiziq emas. O'tmishga qaytish haqida gaplashayotgandik. O'tmishga qaytish uchun bir qancha muammolarni yechishimiz kerak. Undan oldin hammani tasavvuridagi baxt mashinasi haqida gaplashaylik. Odatiy tasavvurga ko'ra, bu shunday qurilmaki, unga kerakli vaqt va joyini kiritsang, u seni o'sha yerga teleport qilib qo'yadi. Endi hamma vaqt mashinasidan kelib chiqqan paradokslarni gaplashishga tushadi. Nega sen bobongni o'ldirsang tug'ilmasliging mumkin va hokazo. Agar rostdan ham bobongizni o'ldirmoqchi bo'lsangiz, bir qancha ortga qaytish muammolarini yechishingizga to'g'ri keladi. Tupaya shut, конечно.
Tupoy hazildirsiz, lekin paradokslarning yarmi o'ldirish bilan bog'liq. Faraz qilaylik, biz aynan shunday vaqt mashinasini yaratdik va o'tmishga sayohat qilishga tayyormiz. Xo'sh, qayerga boramiz? Nima degani u qayerga boramiz? Misol uchun, men 300 ta spartanislarni ko'rmoqchi edim. Demak, biz taxminan 480-yil Ferampil jangiga sayohat qilishimiz kerak. Hammasi oson tuyuladi. Aniq vaqt bormi? Bor. Aniq joy bormi? Yo'q. Nega deysizmi? O'zingiz hisoblab ko'ring. Yer Quyosh atrofida soniyasiga 30 km tezligida harakatlanadi. Quyosh esa galaktika markaziga ko'ra soniyasiga 220 km tezligi bilan harakatlanadi. Va galaktikamiz buyuk attraktorga nisbatan soniyasiga 550 km tezligida harakatlanadi. Demak, 2500 yil oldin o'sha mashhur jang bo'lib o'tgan paytda Yer sayyorasi 2025-yildagi pozitsiyasiga nisbatan taxminan 62 trillion kilometr uzoqlikda bo'lgan. Hatto taxminan degan so'zning o'zi ham o'lim bilan tengma-teng. Chunki bor yo'g'i 10 metrga xato qilsangiz, yo yer qa'rida qolib ketasiz, yo bo'lmasa 5-qavat balandligidan yiqilib vafot etasiz. Bizning misolda xato doirasi millionlar kilometrga teng. Bu degani sizni kosmosda qolib ketishingiz ehtimoli 100%. Undan tashqari sizni ko'rish uchun teleskop kerak bo'lishi ajab emas. Aniqroq hisoblash qiyinligi u yerda tursin, uni imkonligi ko'proq qiziqtiradi. Bu atiga birinchi yechilmagan muammo edi. Ikkinchi muammo. Bugungi kunda o'sha Ferampil vodiylari va tog'lari vulqon harakatlari va tabiiy o'zgarishlar ta'sirida shunday o'zgarganki, endi tarix kitoblarida tasvirlangan o'sha mashhur tor dara aslida qayerda bo'lganini aniq aytish juda qiyin. 2500 yil chetda tursin, 100-200 yil o'tmishga sayohat qilishda landshaft o'zgarishlari inobatga olinmasa, katta ehtimol bilan yer ostida qolib ketish hech gap emas. Yer osti u yerda tursin, biror bir bino, jonzot, oddiy kislorod atomi tanangizga kirib qolsa, o'limga olib kelishi mumkin. Mayli. Yer 2500 yil oldin qayerda ekanligini 1 santimetrgacha aniqladik. Qandaydir qilib landshaft qanday bo'lganini va eng muhimi qayerda bo'lganini hisobladik. Lekin shunday bo'lsa ham sayohatdan omon qolmaysiz. Gap shundaki, sizda hozirgi vaqtning o'zida yerni inertsiyasi mavjud. Nima qilibdi deysizmi? Tasavvur qiling, mashinada 1600 km/soatda harakatlanyapsiz. Radarlardan ketib boryapsiz va u 1 sekundda to'xtadi. Nima bo'lishini tasavvur qildingizmi? Taxminan shu narsa sizni o'tmishga qaytganingizda kutmoqda. Natijada sayohatchi o'zini qoldiqlarini yer bo'ylab bo'yab beradi yoki osmonga qarab ketsa, tezligi sababli atmosferada yonib ketadi. Endi o'tmishga sayohat sizga ham avvalgidek quvonchli tuyulmayaptimi? Vaqt mashinasini yaratish qanchalik qiyinligini tushunishingiz uchun bir analogiya mavjud. Ko'zingiz bog'liq holda pinset bilan chumolini otilgan o'q ustiga joylashtirishingiz kerak. O'q esa taygadagi 100 kvadrat kilometr maydoni ichidan hosil bo'ladi va albatta chumoli o'lmasligi lozim. Vaqt mashinasini yaratish qanchalik real ekanligini hech kim ayta olmaydi. Hozircha bitta najotimiz bu buyuk astrofizik Igor Dmitrievich Novikov tomonidan taklif qilingan chervotochnilar, ya'ni qurt teshiklari yordamida o'tmishga qaytish. Novikov koinotda o'tish mumkin bo'lgan qurt teshiklari mavjud bo'lsa, u holda ularni vaqt mashinasiga aylantirish mumkinligini namoyish etdi. Agar siz fizikaga qiziqsangiz, mana bu iborani eshitgansiz. Fazo vaqt oraliq qurt teshiklari sababiyat tamoyilini buzadi. Hammaga tushunarli bo'lishi uchun qurt tuynigi va sababiyat tamoyili nimaligini tushuntirib beraman. Birinchi qurt tuynigidan boshlaymiz va buning uchun bizga qog'oz va ruchka bo'lsa yetarli. Mana buni koinot deb tasavvur qilaylik. Taxminan mana bu yerda bizni yer joylashgan va biz mana bu yerga qarab bormoqchimiz. Buni o'rtasidagi masofa 100 km deb olaylik. Endi bu masofani tezda o'tish uchun bizga qurt tuynuklari yordam beradi. Ya'ni ular fazoda ikkita teshikni bo'ylab, ular o'rtasida chervotochni, ya'ni qurt tuynigi hosil qilib, endi biz 100 km emas, atigi 100 metr o'tsak, birinchi nuqtadan ikkinchi nuqtaga yetib olamiz. Endi sababiyat tamoyili nima degani?
Qisqa qilib aytganda, agar biror bir narsa ro'y bersa, misol uchun shisha sinsa, uni sababi bo'lishi shart. Misol uchun kimdir biror narsa otgan. Shisha singani uchun tosh uchib keldi deya olmaymiz. Bu mantiqqa to'g'ri kelmaydi va qurt teshiklari aynan shu logikani buzishadi. Hozir esa bor diqqatingizni jamlang. Qurt teshigi vaqt mashinasidek ishlashi uchun teshiklarning birida qora tuynuk joylashgan bo'lishi kerak. Va shu holda nisbiylik nazariyasi qonuniga ko'ra, birinchi teshik bilan ikkinchi teshik orasida vaqt farqi paydo bo'ladi. Misol uchun, shu vaqtning farqi 5 yil deb olaylik. Endi 2025-yildagi teshikdan kirsangiz, 2022-yilga borib qolasiz. Qanday yaxshi. Endi koronavirusda mazza qilib uyda o'tiraman deyishingiz mumkin, lekin faraz qiling, 20-yilga qaytib, 25-yilda o'tmishga qaytish uchun yaratilgan kemangizni buzib qo'ysangiz. Endi savol: siz qanday qilib 20-yilga kelib qoldingiz? Bu hali muammoning yarmi. Aslida siz bilan birga shu qurt teshigiga boshqa narsa ham kiradi. Va uning nomi foton. Ha, oddiy nur, lekin shu oddiy nur qurt teshigini yo'q qilib yuborishi mumkin. Chunki siz bir marotaba sayohat qilgan vaqtingiz o'zingizni nusxangizni yaratasiz. Foton bo'lsa, sekundiga 300 ming kilometr harakatlanib, bir zumda milliardlab o'z nusxasini yaratishi mumkin. Va bu narsa cheksiz energiya hosil bo'lishiga olib keladi va aksariyat tuynukni portlashigacha borishi mumkin. Bir narsani 100% ta'kidlash mumkin. Kvant gravitatsiyasi 100% aniqlanmagunicha sizga hech kim vaqt mashinasi qachon paydo bo'lishini ayta olmaydi. Har doimgidek, hozircha shu.